To'g'risi 100 kvadrat metrga yaqinroq bo'lgan ushbu 3 xonali xonadonni bunaqa arzon narxda chiqadi deb o'ylamagandim. Asosiy katta mehmonxona qismi, parda, gilam, pol hamma yo'q, ta'miri to'liq bitgan holatda juda ham arzon narxda sotuvga chiqarilmoqda. 4-qavatda joylashgan, hattoki chopli pollari ham bo'lgan. Koridor qismlariga e'tibor berasizlar, yo'laklarimiz juda ham keng. Asosiy kirish eshigi va alohida yuvinish xonalarini ko'rishimiz mumkin. Kafel qilib qo'yilgan va hattoki kirish qismida ham radiatorlar o'rnatib qo'yilgan. Duh konturli kotel tizimi. Marhamat, eshiklarimiz juda ham og'ir, qimmat eshiklar qo'yilgan va hojatxona qismiga ham e'tibor berasiz. Anchagina keng qilib qo'yilgan. Asosiy eshikdan to'g'ri kirganimizda birinchi xonamizni ko'rishimiz mumkin. Birinchi xonamiz xohlang kattalar yotoqxonasi qiling, xohlang bolalar xonasi qilsangiz bo'ladi va ikkinchi xonamiz ham deyarli o'sha kenglikda. Eshiklarimiz ham demak yaxshi eshiklar qo'yilgan va zal qismini yana bir bor ko'rib o'tamiz. Zalimiz anchagina keng. Yumshoq mebel yoki bo'lmasam stol qo'yib mehmonlarni ushbu xonada bemalol kutib olsangiz bo'ladi. Mana shu xonaning o'zida 3 ta deraza o'rnatib qo'yilgan. Havo yaxshi o'tib qaytishi uchun demak sharoitlar ta'minlangan. Hamda oshxona qismi ham chopli pol bo'lgan, yuvinish xonasi hamda oshxona to'liq chopli pol. Va chopli pol sistemasi mana shu yerda o'rnatib qo'yilgan duh konturli kotel tizimi bilan birgalikda. Oshxonada esa mana shunaqa chiroyli garnitura o'rnatilgan holatda mana bu yerda kichik o'tirib ovqatlanadigan joy qilib qo'ysangiz ham bo'ladi, stol qilib. Art house domlariga kelganmiz. Yangi bozorda orqa taraflari 22-maktabning yaqinida joylashgan. Kim biladigan bo'lsa, Zarafshon Kids Store'imizda joylashgan. Bu yoqda demak yangi kutubxona, teatr, mana shunaqa chiroyli binolar qurilgan. Domni pastida ko'plab do'konlar, xizmat ko'rsatish komplekslari va mana shunaqa katta avtoturargoh ham mavjud. Liftimizning kengligiga ham e'tibor bering. 4-qavatda joylashgan, salkam 100 kvadrat metr maydonni egallaydi. Juda ham chiroyli ta'mir holatiga ega. Qisman ipoteka qilish imkoniyati bilan birgalikda ushbu katta kvadratlik pastki qavatdagi xonadonimiz narxi 739 million so'm. Juda ham zo'r narx bilan sotuvga qo'yilmoqda. Yana savdosi bilan birgalikda qisman ipoteka qilish imkoniyati mavjud. Kimga ushbu xonadonimiz ma'qul kelgan bo'lsa, tezda pastdagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling va to'liq ma'lumotlarni olib kelib ko'rib, ustida savdolashib, baraka qilishingiz mumkin bo'ladi. Navoiy uy baraka kanaliga obuna bo'lsangiz, yaxshi ta'mirlangan xonadonlarni Navoiy shahar bo'ylab e'lonlarini ko'rib borasiz. Agar sizda ham yaxshi xonadoningiz bo'ladigan bo'lsa, yaxshi narxlarda bizga murojaat qiling, tez fursatlarda sotishda amaliy yordam beramiz.